Tushda kompyuter sichqonchasini ko'rish. Kompyuter sichqonchasi hayotda biror narsani nazorat qilish yoki boshqarish ramzi bo'lishi mumkin. Agarda sichqoncha yaxshi ishlayotgan bo'lsa, siz o'z hayotingizni to'g'ri boshqarayotganingizni bildiradi. Sichqoncha bilan ishlash tezlik va aniq harakatlarni talab qiladi. Agar tushingizda sichqonchani ishlatayotgan bo'lsangiz, demak sizdan hayotda tez va aniq qarorlar qabul qilish talab qilinishi mumkin. Agar sichqoncha ishlamayotgan bo'lsa yoki nosoz bo'lsa, bu sizning hayotingizda qandaydir aloqa yoki harakatda to'siqlar borligini bildirishi mumkin. Agar sichqoncha yordamida biror dasturni ochayotgan yoki biror ishni bajarayotgan bo'lsangiz, bu yangi imkoniyatlar eshigi ochilayotganini anglatishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.